Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun. Bugungi obzorimizda ikkita jentira. Oq jentiramiz krugovoga olib qolingan edi. Bunisi tayyor bo'ldi. Bunisini boshladik. Bunisi ham krugovoga. Olli krilovimizda bor. Arqa eshigimiz ruchkani orqa tomonida bor. Asosiy ishlarimizdan biri bagaj. Bagajimiz oldin ishlangan. Vannalari, bidiragan joylari, kirishga ko'chgan joylari bor. Bunus tomonida ham shishkasi bor. Mana bu joydan teshib ishlangan. Bu joydan teshishlik xato, ichki tomonda dostuplar bor, ichki tomondan qisib bo'ladi. Pastki tomonimiz ham ishlangan, vannalari qolib ketgan, bidiragan joylari bor. Bu narsani bekitishlik uchun superkeli qilib orqaga nikel yopishtirib yuborilgan. Bunisini ham ishlashlik uchun bunisi tomonidan teshilgan. Arqa eshigimizda ham miyatinamiz bor. Miyatinani ishlangan, bidirab qo'ygan. Allohning izni bilan chiroyli qilib, sifatli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Adresimizni so'raganlar uchun adresimiz 25-20 Bolshevik.